Aroq sirkisini iste'mol qilishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, Yevropadagi do'konlarda sotiladigan, Italiyada ishlangan, vegandan yasalgan deb belgisi bor bo'lgan aroq sirkisini iste'mol qilishning hukmi nima? Bu qora ranglik ochiq suv bo'lib, Yevropada Uyg'urlarning ochiq suvlarini topolmag'achqa buni ishlasak qanday bo'lar? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobiatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Sirka odatda bug'doy, guruch, arpa yoki olma, xurmo, ujma va anjur kabi meva oshliqlardan echitib yasaladigan qirtoq ta'mlik bir xil suyuqliq. Aroq bo'lsa, ulardan yasalgan mas qiladigan ichimlik. Bu xil sirka klassik fiqh ulamolarimiz aroq sirkisi, sharob sirkisi deb atagan sirka bo'lib, ochiq suvmi sirkining bir turidir. Aroq sirkisi deganimizda bug'doy, guruch, arpa yoki olma, xurmo, ujma va anjur kabi oshliq va mevalardan echitib yasaladigan aroqdan ishlangan sirka ko'zda tutiladi. Bu xil sirka ishlab chiqarish ikki bosqichni besib o'tadi. Birinchi bosqich spirtliq echitilish bosqichi. Bu bosqichda arpa, bug'doy, uzum va olma kabi oshliq va mevalardan chiqarilgan sharbat tarkibidagi shakar va kraxmal moddasi etanol spirtiga aylantiriladi. Etanol etil alkohol deb ataladi va iste'mol qilinsa mast qiladi. Demak, echigan sharbat aroqqa aylanadi. Ikkinchi bosqich aroqni sirkaga aylantirish bosqichi. Bu bosqichda echib aroqqa aylanib ketgan sharbat kungay joydan soyga o'tkash yoki havolantirish orqali atsitobakter kabi bakteriyalarning hosil bo'lishi va ko'payishi natijasida oksidlanib, aroq tarkibidagi etil alkoholni sirka kislotasiga aylantiradi. Sirka tarkibidagi kislota ba'zi davlatlarda 5% bilan cheklansa, etil alkohol 0.5% bilan cheklanadi. Bularning har birining dunyoning har qaysi joylarida ayrim bosqichlari va o'lchamlari bor albatta. Bu sirka tomoq etishdan boshqa yana ketchup, pomidor qatorliqlarning qiyomi, mayonez, tuxumsiriq qatorliqlarning qiyomi va ba'zi ochiq qo'rma salatlarni tayyorlashga ishlatiladi. Bu xil aroq sirkisini tomoq etish va yemak-ichmak qilib iste'mol qilishga bo'ladi. Chunki uning ismi aroq sirkisi bo'lsa-mu, uning mohiyati sirka va ochiq suvdir. Sirka yasash ko'pincha aroq ichitish bosqichini besib o'tadigan bo'lsa-mu, fuqaholarimiz yanada sirka yasashni muboh deb qaraydi va hammasi birdek aroq o'zligidan sirkaga aylansa pok va halol bo'ladi deydi. Bu vaqtda Imom Navaviy sirka ishlab chiqarish ijmoan joizdir. Sharbat ichmay turib shirinlikdan ochiqlikka aylanmaydi. Shunga aroqqa aylanganida uni harom deb to'kitilsa, sirka ishlab chiqarib bo'lmaydi deydi. Sirkaga aylantirish sirkaga o'zligidan aylanish bilan o'xshash bo'lib, xuddi terini ashlash orqali paklaganga o'xshash ish. Natijada aroqning mast qilish xususiyati uningda qolmagan bo'ladi. Aksicha, u g'izolanish va davolanishda foydali xususiyatga egadir. Demak, aroqning harom qilinishining sababi bo'lgan mast qilish xususiyati yo'qolib sirkaga aylangan ekan, harom hukmi tang yo'qoladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam davridagi sirka ochiq suvlarmi mushu tariqada, ya'ni sharbat aroqqa, ondan sirkaga aylantirilib ishlanadi va bu sirkini harom deydigan biror dalilmi yo'q. Aksicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam non tugurib yeyish uchun hammadan bak sirkini yaxshi ko'radi. U zot sirka haqida sirka ajab yaxshi tasdiqo degan. Yana sirka bor uyda non quruq yeyilgan hisoblanmaydi degan. U zot aroqdan ishlangani bilan sharbatdan bevosita ishlanganini ayirib qaramagan. Ham bizning sirkining aslini aniqlashga buyurmagan. Sahabalardan Hazreti Ali radhiyallohu anhu aroq sirkisini non bilan iste'mol qilgan.
Hazreti Aisha, İbn Ömer ve Abu Darda radhiyallohu anhularmu aroq sirkisini halal degan. Tabiinlardan İbn Sirin, Ata, Sa'd ibn Jubayr ve Hasan Basri qatorliq zotlarmu aroq sirkisini halal ve pak deb qaragan ve iste'mol qilgan. Hozirgi aroq sirkalari aslida sharbatdan ishlab chiqarilgan sirkalar bo'lib, oraliqda aroqqa aylanib, keyin sirkaga aylangan bo'lsa-mu, baribir pak ve halaldir. Chunki asl maqsad buni aroq aylantirish emas. Diqqat qilinadigan yana bir nuqta shuki, aroqning bahosi odatda sirkaning bahosidan yuqori bo'lg'achqa, bevosita aroqdan sirka ishlab chiqarilmaydi. Demak, bu xil aroq sirkasi halal ve pakdir. Bu ilgirki ko'pchilik olimlarning qarshi bo'lish bilan birga, hozirgi zamon ko'pchilik olimlarining va fatvo komitetlarining qarashidir. Davrimizda Yevropa Fatvo va Tadqiqot komiteti 2018-yili 22-oktyabrda e'lon qilgan 3803 nomerlik fatvosidimi shunday qaror olgan. Ba'zi olimlar aroq o'zidan sirkiga aylansa halal bo'lsa-mu, uni sirkiga aylantirishga bo'lmaydi deb qaragan turuqliq, yana aroq sirkiga aylantirilgandan keyin uni iste'mol qilish joiz deb qaraydi. Ularning aroqni sirkiga aylantirishga bo'lmaydi deyishidagi sababni Imom Tirmiziy bayon qilib, bu xil sirkini ishlab chiqarishda musulmon kishi aroqni uyida saqlab qolmasin, aroqni yiroq tursin deb shunday cheklama qo'yilgan deydi. Demak, cheklagan olimlarning cheklash sababi uning nejis yoki haromlik emas, balki tövendeki ikki sababdan bo'lgan. Birinchi, kishilar aroqni sirkiga aylantirish bahonasi bilan uylarda saqlab ichib qilish yo'lini taqib o'tish. İmam İbnül Qayyim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aroqni sirkiga aylantirsa bo'lamdi deb so'ralganda, o'zligidan sirkiga aylangan aroq sirkisiga ruxsat qilgan turuqliq yo'q deb javob bergan. Bu faqatla har xil bahona bilan qo'lida aroq saqlash yo'lini taqib o'tish bo'lib, shariat bu ishni taqib etgan va sirkiga aylantirish maqsadi bo'lsa-mu, aroqni saqlashni cheklab etgan. Chunki uni sirkiga aylantirishga ruxsat qilgan bo'lsa edi, kishilar uni saqlagan bo'ladi va ishiga bahona bo'ladi degan. Musulmon kishining aroqni birdan bo'lsa-mu ilkiri saqlashi halol bo'lmaydi. İmam İbn Taymiyya Alloh taolo aroqni yiroq turishga buyurgan bo'lg'achqa, uni saqlash joiz bo'lmaydi. Musulmon kishining uyida aroq bo'lmaydi degan. Kunimizdagi aroq sirkalarini büyük ihtimalda ko'pincha g'ayrimuslim yoki dinsizlar ishlab chiqarib bozorga selishi mumkin. Ularning aroq va aroq sirkisi ishlab chiqarishi musulmonlarning boshqarish doirasidagi ish emas. Muhimi, aroq sirkisining haqiqiy sirkiga aylangan bo'lishi bo'lib, kimlar ishlab chiqarsin, aroq sirkisi hamma olimlarning qarashida haloldir. Musulmonlarning aroqni sirkiga aylantirishi makruh deb qaragan olimlardan İmam Malik, Alloh uning rahmat qilsin, Hristiyan kishi aroqni sirkiga aylantirsa iste'mol qilsa bo'ladi. Shundaqla musulmon kishi sirkiga aylantirgan bo'lsa-mu, istig'for aytsa iste'mol qilsa bo'ladi degan. Shu qatorda yana İmam İbn Taymiyya zimmiylarning aroqni sirkiga aylantirishi joiz bo'lishi kerak. Chunki İmam Ahmad undaq qilishning cheklanishiga musulmon kishi uyida aroq saqlasa bo'lmaydi deb sabab ko'rsatgan. Zimmi musulmon bo'lmag'achqa uning aroqni saqlashi cheklanmaydi. Valhosiz zimmiylarning aroqni aylantirgan sirkisi joiz bo'ladi degan. Demak, yuqorqi har ikki sabab dinsizlarni o'z ichiga olmaydi. Shunga bu bir qism olimlarning qarshi bo'yicha aytgandimi, aroqni musulmon kishining sirkiga aylantirishini cheklash bilan aroqdan aylantirilgan bu xil sirkimi harom bo'lib qolmaydi. Ularning qarashicha, shariat musulmon kishining aroqni sirkiga aylantirishini cheklagan bo'lsa-mu, aylantirilgan sirkini cheklamagan. Yana kelib, aroq sirkisini kunimizda ba'zi davlatlarda üzüm sharbatini aroqqa aylantirmaylar, sirkiga aylantirish yoki ximiylik moddalar bilanla aroq sirkisi ishlab chiqarishmi yo'q emas. Bunday qilganda sharbat aroqqa aylanish bosqichidan o'tmagan bo'ladi. Xulosa, aroq sirkisi yoki aroq achchiq suyini tomoq etish va yemak-ichmak qatib iste'mol qilishga bo'ladi. Yana tarkibiga aroq sirkisi qatilgan ketchup, mayonez tek yemek-ichmaklarni mu iste'mol qilishga bo'ladi. Vallohu a'lam bisavob. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.
Hicriye 1444 yılı 12. Şevval, miladi 2023 yılı 2. may.